Doktorga bildirar. Birovlar ko'rasa, hamma narsa yaxshi. Boshqa bo'lishi tasavvur. İyiymiş mi? Ana. O'sha yerdan. Qaynanam, qaynsinglarim meni xunuk deydi. Erim yaxshi ko'rib uylangan, lekin borgan sari erim ularga ishonib yon bosyapti, debdilar. Xafa bo'lmang, asalim meni ham xunuk deyshadi. Krasavchik takoy erimga men urod taviya osilib tirmashib tegib olganman. O'zi juda xunukman. Bolam ham ular tarafga o'xshaydi. O'shaning uchun chiroyli, bitta men urodman. Bu narsa bor narsa. Qaynanam ham 100 marta aytganlar, o'g'lim chiroyli, bu degani sen o'rodsan, o'g'lim chiroyli degani. O'shaning uchun xafa bo'lish kerak emas, to'g'ri qabul qilish kerak. Lekin yaxshi kiyinmasa ham, figurasi zo'r bo'lmasa ham, takoy bo'lib yurmasa ham bitta davraga kelganda birinchi bo'lib hidi kirib kelgan paytda hamma manaman degan jononlarim shunda qarab, nima sepgan ekan deb o'ylaydi. Atirni zo'ridan seping, feromonlardan seping asalim. Shunda kirganingizda xonangizda shuhud tursin, sizdan shuhud kelsin, qaynsingil va qaynanalar o'sha sizni xunuk deydiganlar hammasi kelib, nima sepib olgansiz degan paytda